Noja yamanmı, Sunukun yamanmı? Men bu yerda Sunukun bekerek yaman desem nurg'unlar Noja yaman deb turib. Nojaning samimiy jinxo o't martibati ayni vaqtda mush martini ishlatsa Sunukun ko'ydirib o'ltirib atalaydi deydi. Onun sizga function bangda Noja bor, biroq Sunukun yo'q. Shuning uchun nurg'unlar bu yerda Noja Sunukundan qoltis deydi. Rostli shundaqmi? Mazmun qilgan do'stlar, mening ko'nji qo'lib birdan yaxshi jurak o'tib filmning davomini diqqat qilinglar. Undaqda G'arib Sayohat nomli asarda Sunukun yamanmi, Nojami deganda albatta Sunukun yaman. 500 yil ilgari Sunukun Arish ordusini malman qilgan vaqtning o'zida bu yerda Yo'rin Sulton Nojaga farmon tushirib Sunukunni tutib kel yo'qot deydi. Noja navoda tankil olgan bo'lsa, farmonga hargiz xiloflik qilish petinolmaydi. Chunki bu Yo'rin Sultonning yorlig'i. Noja Sunukunga haqiqatan tankilolmay qoldi. Endi xilab bu yerda Sunukun yaman. Sunukun hatta Nojani ancha ko'zgilib ketmaydi. Undaqda nima uchun ba'zilar bu yerdagi Nojani yaman deydi deganda, function bangdagi Noja G'arib Sayohatdagi Noja bilan o'xshash emas. Skills Noja, biroq ikkisining nurg'un cho'ng farqi bor qaranglar. Function yayidagi Nojaning ustozi Tayyi Jinren, biroq G'arib Sayohat nomli asarda Tayyi Jinren yo'q, balki Tayyi Guzu Kenzun bor. Bu Tayyi Jinrendan yuqori turdi, biroq Nojaning ustozi G'arib Sayohat bu emas. G'arib Sayohat nomli asarda Nojaning ustozi bo'lsa Rulay Fozu o'xshamaydi. Function yayi avliyolar qissida Nilufar angushtlarini Nojaga Tayyi Jinren so'q qildi. Biroq bu yerdagi G'arib Sayohat nomli asarda buni Rulay Fozu so'q qildi. Nojaning kiyimiga qarab bakinglar, Nilufar shakllik bir kiyimg'u, mushundaq bir angushlari bor buning. Kiyimini mu shuni masalda laylab bergan. Chunki o'xshamaydigan yeri. Function yayida Lijinga, ya'ni Munarchi Pelakshaqqa haliqi angushlar Munarni Randanguzu birdi. Randanguzu birib, hamsi Nojani kontrol qilgan u bu deb Randanguzu so'q qildi. G'arib Sayohat nomli asarda bo'lsa Rulay Fozu so'q qildi. Munarchi Pelakshaqning qo'lidagi bu Munar angushlar nima desang, asosliq Nojani kontrol qilgan qurol. Nojaga sening otang bu yerda Lijin emas, balki Munarga bo'ysunishing kerak deb Rulay moshundaq so'q qildi. Endi bu function yayidagi Noja bakarak ko'ki ko'tarilgan, bakarak yaman shunga. G'arib Sayohat bo'lsa bosh tursinay Sunukun. Shuning uchun Sunukun bakarak ko'zga ko'tarilgan. Endi bu function yayidagi Nojani achqib G'arib Sayohatga Sunukunlar selishtirganlik, xuddi mening bir omaq professorim bor-ku, to'xtamay butun asarning pingusiga Lujiyi yamanmi, Guayu yamanmi deb pingu qildigan. Naq mashinaga o'xshaydi. Subida nomli asardagi Lujiyini 3 parchalik haqida qissadagi Guayu bilan selishtirish toz qamlashmagan bir ish bo'lib qolganidek, avliyolar qissadagi bu Nojani achqib G'arib Sayohatdagi Sunukunlar selishtirsak toz to'g'ri bo'lmay qoladi. Ba'zilar mushani aralashtirib etib kelinib ketgan. Bu masala endi oydin bo'ldi-ku deyman, shundami? Bunda bo'lsa, qilgan ajrim uchun birdan yaxshi yurak qilib o'tinglar. Kashta Jubojanda G'arib Sayohat to'g'risida davomli paranglashimiz. Rahmat.